Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz alpinistlik kasbini, sohasini, xullas shu professiyani plyusi va minuslari haqida bo'ladi. Xullas alpinistlikka yangi kirib kelmoqchi bo'lgan bolalar shu narsani bilib qo'yishlari shart. Qanaqa plyusi bor, qanaqa minusi bor. Kiraylik, birinchi bo'lib shu minus tomonidan boshlaymiz. Men uchun главный minusi boshla aytib o'tay. Men buni qanaqangidir statistika, internetlardan qanaqadir informatsiya olib aytmayman. Men hozir aytadigan gapim o'zimni shaxsiy opitimdan kelib chiqib gapiraman. Xullas, men uchun главный, asosiy minusi bu stabilniy emasligi. Bu narsani qanday tushunsa bo'ladi? Masalan, bugun ish bor, ertaga bo'lmaydi. Masalan, hozir obedgacha ishladik, obeddan keyin mana o'sha yomg'ir boshladi. Mana bu mayda yomg'ir ham odamni kasal qiladi, o'zlaring yaxshi bilasizlar. Ba'zi vaqt bo'ladi, sezonda zo'r pul ishlaysizlar. Shunaqangi vaqt bo'ladi, sezon bo'lmagan vaqtida ish susayadi, bir ish bor, bir bor daja bo'ladi, 2 oylab odamda ishi umuman bo'lmaydi. Xullas, men shu problemani решать qilish uchun kimdirda дополнительный ishi bo'lsa, qandaydir дополнительный pul olib keladigan hobbisi bo'lsa, bu zo'r narsa. Ularga mos keladi. Agar umuman ishi yo'q, boshqa hobbisi yo'q bolalar bo'lsa, bu ish sal to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Kimdir uyiga har oy konkretno определенный summa pul jo'natish kerak, kimdir har kun ishlab turish kerak. Xullas, endi hammada har xil situatsiya bo'ladi-yu. Masalan, men shu problemani решать qilishni yo'li, meni fikrim bo'yicha, men bitta mashina olsam, например, men dostavkaga chiqsam bo'ladi, liba taksida ishlasam bo'ladi. Ish bo'lmagan payt, masalan, yomg'ir yog'ib qoldi, obeddan keyin kiyimimni alishtirib, mashinamni meni taksini yoqib, taksi qilib yursam bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman. Xullas, yana ikkinchi minuslardan bu endi ham bu kim uchundir eng главный minus shu balandlik, опасный, elementarniy xatolik tragediyaga olib kelishi mumkin. Mana bu yerdan, mana shu zdaniyadan hozir ko'rsataman. Mana bu krishani chetdagi oynasini yuvmoqchi bo'lganda, bu pastga qarab, pastdagi krishaga, u krishadan bu krishaga Javlon degan bratishka Namangandan tushib ketgan edi 1,5 yil oldin. Bu oddiy shu bitta spuskovani chappa zapravka qilib qo'yganligi uchun shoshilganmi, nima bo'lgan, endi uni Xudo biladi. Xullas, bu ham katta minuslardan bittasi. Har bitta elementarniy narsaga ahamiyat berib, har bitta elementarniy narsani shoshilmasdan qilishlik kerak. Xato kechirilmaydigan xato bo'lishi mumkin bu sohada. Yana bitta minuslardan, endi Rossiyada bilasizlar, asosan sovuq ko'p bo'ladi, yoz kam. Mana sovuqda ish bo'lsa, qishda. Endi bizning ish asnomnoy ko'chada, alpinistlik sohasi asnomnoy ko'chada. Immuniteti past odam bo'lsa, tez kasal bo'ladi. Ko'chada sovuqda osilib turish bu juda qiyin narsa. Men minus 23 gradusgacha osilib ishlaganman, darsi osilib ishlash nevozможно bo'lgan, men osilib ishlay olmaganman. Endi plyuslariga kelsak, plyuslarga boshqalar uchun qanaqadir minus tomonlari bordir. Meni hozir xayolimdagi minus tomonlari mana shu. Plyus tomonlariga kelsak, men ishda ob'yomga olaman. Men uchun plyus bo'lgani, xohlasam ishlayman, xohlamasam ishlamayman. Masalan, hozir ishga kelganman. Ishxonaga kelib shu arqonlarimning ustida yotib uxlab ketsam ham menga hech kim hech narsa demaydi. Endi har bitta obyektda o'zini определенный какой-то сроgi bor, topshirish kerak bo'lgan. O'sha vaqtgacha uspet qilib topshirsam bo'ldi. Yana bitta plyuslardan, men ishda olsam, ishga shunday keldimmi, ana shu kuni men определенный объемda, men topshirishim kerak bo'lgan ob'yomda 30%ni period pulini olaman. 70%ni topshirganimdan keyin. Xullas, odam bepul qolib ketmaydi. Ish bo'lib turgan vaqtida. Oylik kutish, zadeshka, unaqa narsa yo'q. Puli ham yaxshi. Kuniga hisoblasa puli zo'r tushadi. Agar oyiga bo'lib hisoblasa, masalan, 1 yillik daromadni hisoblasa,
bitta stroykada yaxshi usta bilan bir xil bo'lib chiqishi ham mumkin. Atak ishlagan kuniga bir oyga 12 kun ishlab turib, qolgan kunlarda uyda dam olib yotsa odam, mana bu ishlagan kuniga yaxshi summa oyiga bo'lganda o'sha bitta ofitsialniy oylikda ishlaydigan odam bilan puli teng chiqishi mumkin. Snarjenlar qimmat. Endi dalshi savollaring bo'lsa, yana savollaringni yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa men savollaringga daskanalni chotka qilib, harakat qilib, video qilib chiqaraman. Shu podpiska bo'lib qo'yinglar, like pak bosib qo'yinglar. Menga bu motivatsiya bo'ladi. Men YouTube'da только boshladim. Xullas kачествosiga ham ishlashga harakat qilaman. Hozircha shu. Sog' bo'lasizlar. Hammaga rahmat podдержка uchun.